Assalomu alaykum. Zubr 4x4 mini traktorimiz aylanma pluglar bilan aylanma pluglarimiz bor sotuvda. 4x4 traktorimiz va rotorlarimiz. Hozir testoviy plugni ishlatyapmiz, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Ikki korpus aylanma plugli mini traktorimiz. Bu hozir yer pluglar ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Ortangi silindr, o'rta. Ko'rishingiz mumkin. Rasbilidrlari 3 talik rasbilidr traktorimizda. İşlagan videolarni ko'rdingiz, xudo xolasa bu aylanma plugimiz ham sotuvda bor, traktorlarimiz ham sotuvda bor. Biza eski o'zimiz yasab chiqqanimiz yo'q. Buni bir ikkita akalarimiz bor. O'zingiz yasab chiqdingizmi deb. Bular yangi bo'lgan bu pluglarni, rotorni, kashilkalarni ishlash jarayonlarini shu dehqon akalarimizga ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa Zubr 4x4 traktorimiz massinli filtr bo'ladi. Motorlari O'zbekistonda yangicha, O'zbekistonda yagona yangi motor 1125 4x4 28 soat kuchiga ega. Qo'shimcha radiatorlari bor, ko'rishingiz mumkin. Balonlari 6,5 ga 16, orqa balon 9,5 ga 24. Orqalarida toshlar bilan jihozlangan, oldilarida ham bor. Rullari gidravlika bo'ladi, peridoklari ham 304, 404, 504 traktorlarning peridokiga o'xshagan bo'ladi. Traktorning narxiga keladigan bo'lsak, traktorimizning narxi $4700 bo'ladi. Bu komplektida 2 korpus plugi, frezasi bo'ladi 130 lik. Aylanma plug bo'lmaydi. Bu aylanma plugimiz alohida sotuvda $820 bo'ladi. Rasbilidrlarga keladigan bo'lsak, rasbilidrlari 3 talik rasbilidr bo'ladi. Klavish funksiyalari ham bor rasbilidrning. Skorsari oldiga 8 ta oldiga 3 ta skorsi bor, orqaga bitta. Понижение, повышение bilan общий 8 ta skors bo'ladi. Xo'p, rotorning kashilkamizning narxi $1450. Skladimiz Toshkentda, Sobirahim Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 93 lik 136 66 66, 94 lik 140 08 08.